Mana siz uchun 2026 Chevrolet Optra haqida YouTube video uchun aniq va to'liq 800 ta so'zdan iborat eskiz matni o'zbek tilida Auto Insight kanaliga obuna bo'lishni eslatib o'tayapman. Matn silliq oqimli video skriptidek yozilgan. 2026 Chevrolet Optra bu yilning eng dolzarb va qiziqarli ixcham sedan modellaridan biri sifatida avtomobil bozoriga kirib kelmoqda va uning texnik xususiyatlari, qulaylik va xavfsizlik tizimlari ko'pchilik haydovchilarning e'tiborini tortmoqda. Bu avtomobilni chuqurroq tahlil qilganimizda, u kundalik hayotda, shahar ichida va uzoq masofalarga yo'l olganda ham barcha ehtiyojlaringizni qondirishi mumkin bo'lgan ishonchli va ixcham mashina ekanini tushunasiz. Avvalo uning tashqi ko'rinishidan boshlaymiz va keyin ichki qulayliklar, dvigatel, xavfsizlik va texnologiyalar haqida batafsil gapiramiz. Chevrolet Optra 2026 modeli uzunligi, kengligi va balandligi jihatidan oddiy oila sedani standartlariga to'g'ri keladi va u 4597 mm uzunlik, 1736 mm kenglik va 1462 mm balandlik bilan klassik sedan proporsiyalarini saqlaydi. Bu o'lchamlar haydovchi hamda yo'lovchilarga yetarlicha kenglik va bosimni his etadigan joy beradi. Bunday proporsiyalar yo'lda barqarorlikni oshiradi va u shahar ko'chalari hamda avtomagistrallarda qulay harakatlanish imkonini yaratadi. Avtotlub 2026 Chevrolet Optra dvigateli 1.5 litrli, 4 silindrli benzinli agregat sifatida ishlab chiqilgan bo'lib, u 98 ot kuchi va taxminan 140 Nm beradi. Bu kuch ham shahar ichida, ham shahar tashqarisidagi yo'llarda samarali tezlanish va qulay harakatlanish uchun yetarlidir. Dvigatel chift avtomatik uzatmalar qutisi bilan juftlashgan bo'lib, bu yoqilgi tejamkorligini oshiradi va yo'l holatiga qarab uzatmalarni yumshoq o'zgartiradi. Natijada haydovchi juda silliq va stressiz haydash tajribasiga ega bo'ladi. Gimalt horati Tom 1. Bu modelning yoqilgi sarfi ham kundalik foydalanish uchun maqbul darajada. O'rtacha yoqilgi iste'moli taxminan 7.3 litr 100 kun bo'lib, bu ko'rsatkich ayni.